Mana chetdan Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax hamma joydan Buxorodan polvonlar kelgan. Mana shu endi kurashni boshlaymiz. Kurashni boshlash uchun Ergash polvon keng yonimdan. Ergash hoji buva bormi? Ergash hoji buva. Ergash hoji buva, kelingizlar. Men Burxon hoji buvaman, Berdimurat ukamni kecha osh berdi elga. Mana ko'pkari kurash beryapti. Ularni men tabriklayman o'zimning nomimdan. Mana Ergash hoji buva shu davrani ochib, polvonlarni tanishtirib, mana Ishon buvamizga ham bir yaxshi tilovat qilib beradi. Nasib bo'lsa kurashni boshlaymiz. Ergash hojiman. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli polvon buvalar, kurash muxlislari, aziz mehmonlar, mana bugun Burxon hoji buva xonadonida, Berdirahmatjon ukamiz xonadonida bir ajoyib kun, bir chiroyli, mana el oldiga dasturxon yozib, elning bir duosini olayin deb hamma joydan polvonlarni, mehmonlarni va sizlarni chorlagan. Xush kelibsizlar. Burxon hoji buva davraga keling. Berdijon qani, Berdibay. Ustoz. Mavlon hoji buva siz ham keling. Burxon hoji buva, Berdijon sizlarni bugungi kun bilan, to'y bilan tabriklayman. Nasib bo'lsa mana shu yigitlar el origa yaraydigan, erning yukini yelkasiga ko'taradigan mana shu polvon yigitlarday polvon buva bo'lib, polvon bo'lib yetishsin. Bugungi davramizni nasib bo'lsa boshlaymiz. Davraga asosiy bakavul Berdirahmatjon Pardayev. Berdirahmatjon keling. Mana bosh bakavulimiz nasib bo'lsa davraning bosh bakavuli mana shu Berdirahmatjon Pardayev shu davrani olib boradi. Berdirahmatjonning boshlanishida yosh polvonlarga belgilangan o'zining bakavullikchalari bor. Polvonlar bularni chaqiring. Rahmatlijon keling. G'ayratboy keling. G'ayrat. Akbar. Shogirdmi? Keling Akbarjon. Ilyos. Rahim Rais. Mo'min. Mo'min kel davraga. Doniyor. Mo'min, Doniyor kelinglar. Davron. Davron qani Davron? Davron Omonov. Obid. Davron yozilgan. Davron. Mana shu Berdirahmatjonga yordam qiladigan polvonlar bu kishilar. Mana endi davrani boshlashdan oldin Mo'min kelsin ham. Davrani boshlashdan oldin mana Ishon buvamizdan bir duo olamiz. Qisqagina bir Qur'on tilovat qilib, Burxon buvaning o'tgan ota bobolarining avlodlarini haqqiga bir duo qilib beradi. Ahror kel bu yoqqa. Ahror kel. Bo'lmasa endi hozir davrani boshlashdan oldin Ishon buvadan bir duo olamiz, bir qisqaroq tilovat qilishib davra haqqiga, polvonlar haqqiga bir duo qiladi. Yaqindan kelgan mehmonlardan hamda mezbonlar, polvonlar mana bugun Burxon hoji buvamizni o'g'illari Berdirahmatjonda xonadoniga xush kelibsizlar. Mana bugun buni sababchilari nabiralariga bir shukrona haqiqa sunnat to'ylari qilib beryapti. Avvalo bu yigitlar eliga manfaatli, vataniga, ota-onasiga xizmat qiladigan solih yigitlar bo'lsin. Endi mana shu polvonlardan o'tganlar, sohib xonadondan o'tganlar bor. Sizni bizdan o'tganlar bor. Shularning haqqiga bir kalima oyat o'qib duo qilamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Parvardigor o'zingning muqaddas kalomingdan kecha bugun bir haftadan beri berilayotgan ihsonlardan, ihson oshlardan yig'ilgan savoblarni Parvardigor barcha avvaluni oxirini o'tgan payg'ambarlar ruhlariga, sevgili payg'ambarimiz ikki jon oftobi bo'lgan ikki olam sarvari Janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklariga, jami etgan payg'ambar zodalar xususan Imom Azam, G'avsul Azam, Mahtum Azam ruhlariga, Sayyid Qambarxon, Sayyid Boqxon Ishonboni ruhlariga, Kattaxon Ishonboni, Yusufxon Ishonboni, Sobitxon Ishonboni ruhlariga, alal xusus sohib xonadon mana shu Burxon hoji buvamizdan umidvor o'tgan otalari, o'tgan onalari, buva momolari, o'tgan hech aqrobalarning ruhi poklariga, Parvardigoro palvonlarni piri o'tgan Hazrat Ali buvamizni, Pahlavon Mahmud buvamiz ruhlariga, Parvardigoro mana shu jamoatimizda amin deb duoga qo'l ochgan birodarlarimizdan, umidvor o'tgan mehribon ota ona, o'tgan buva momolari, o'tgan hech aqrobalarning ruhi poklariga, Parvardigoro qadimdan yashab o'tgan mana shu yer egalaridan umidvor o'tganlarning ruhi poklariga fi sabilillah hidoya qildik. O'tganlarimizni Parvardigor o'zing rahmat qilib, gunohlarni mag'firat qilib, qabrlarni va jasadlarni mana shu qilingan Qur'on nurlari bilan yorug' qilgansan. Parvardigor mana shu bugun Burxon hoji buvamiz o'g'illari Berdirahmatjon bilan Alloh yo'liga bir chiroyli ihsonlar beryapti, kurashlar beryapti. Bu ihsonlarni Alloh beriyo dargohida qabul aylasin. Har bir xonadonda mana shunday to'ylar, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Berdirahmatjonim ota-onalarning duosini olib, elning duosini olib, o'zlari ham Allohdan so'ragan nimaiki yaxshi tilagi niyatlari bo'lsa, Alloh beriyo ijobat aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Kurash muxlislari, buvalar, akalar, ukalar, palvonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Nasib bo'lsa mana bu yerda biror ukamiz yaxshi niyat bilan mana kecha elga osh berdi, elni duosini oldi. Mana Samarqanddan Ishon buvalar kelib qancha duolar qildi. Shu duolari ijobat bo'lsin. Mana bugun Ishon buvamiz duo qilyapti. Bu Ishon buvamiz ham duolari ijobat bo'lsin. Mana shu elda, shu Arab bandi elida bundan ham katta to'ylar bo'lsin. Nasib bo'lsa hammani shunday to'ylar qilishga Xudoning o'zi yo'l ochib bersin. Nasib bo'lsa men ham shunday katta to'ylar qilayin deganlar, niyat qilganlar bo'lsa bitta jonli qarsak qilingizlar boshlab. Hammalaringizga katta rahmat. Mana tayinlangan bakovullar, ukalar, sizlar
Hozir palvonlarni paralab beradiganlar, chaqiraman paralab beradiganlar bor. Paralab beraveradi. Sizlar kurashtirasizlar, zotini o'zlaringiz beradi, qo'llaringizga o'zlaringiz berib beraverasizlar. Mana yosh palvonlarni 60 kiloga olib boradi. Undan keyin qolganini o'zim olib boraman. Men paralab berishga Arjun palvon bormisan? Arjun kel meni oldima. Yana Chiyaldan Aktam palvon bormi? Kelgan bo'lsa kelsin Chiyaldan. Mirzotovdan Mavlan palvon. Mirzotovdan Siraj palvon. To'rtalasi mana paralab berishga o'tadi. Shularning jo'natgan palvoni keladi. Boshqa hech kim chetdan ya otasi ya akasi chetdan jo'natib bermasin. Boshlab shu eldi yigitlari, shu yerga mas'ul bo'lgan yigitlar kim edingizmi? Mana sizmidingiz? Siz komandangiz tuzasiz, aynan buzilib ketadigan joy mana shu palvonlarning oldi. Shu yerda tartib qo'ysangiz bu yoq yaxshi bo'lar, xudo xolisa. Shu yoqqa mas'ulsiz. Shu yoqqa o'ting hozir boshlab. Hozirdan boshlab boravering, mana o'zi kirib ketdi mana shu yoqqa. Arjun kel. Bor, axir bor. Mirzoatdan Siraj palvon qani kelgan bo'lsa kelsin. Mavlan palvon kelsin.